Mana bugun viloyatimizda sportni shaxmat turi bo'yicha Farg'ona viloyati maktabgacha maktab ta'lim boshqarma boshlig'i kubok o'tkazilyapti. Bu kubogimiz 3 ta bosqichda o'tkazilyapti. Birinchi bosqich maktab bosqichi, ikkinchi bosqich shahar tuman bosqichi, mana bugun viloyat bosqichi Farg'ona shahridagi 47-umumta'lim maktabida o'tkazilyapti. Bugun o'quvchilarimiz 1-4-sinflar hamda 5-7-sinflar o'rtasida musobaqalarimiz viloyat bosqichi o'tkazilsa, ertaga 7-9-sinflar hamda 10-11-sinflar ertaga musobaqamizni yakuniy bosqichi viloyat bosqichi o'tkaziladi. Albatta bundan asosiy maqsad viloyatimizda olis chekka hududlarda shu shaxmatga qiziquvchi o'quvchilarimizni aniqlash va ularni kelgusida mana shu xalqaro musobaqalarga tayyorlashdan iborat. Albatta viloyatimizda kelgusida mana shu Nodirbekka o'xshagan xalqaro toifadagi grossmeyster shaxmatchilar chiqishiga umid bildiramiz.